Adasi savol. Ko'zingiz ko'r bo'lib qolish yoki ikkinchi xotinga uylanish? Qaysi biri? Qaysi biri? Bilmayapman shu. Ikkinchi xotinmi yoki ko'zingiz ko'r bo'lib qolishmi? Xotin? Ko'zingiz ko'r bo'lib qolsa nima, menga kerak emasmisiz? Nima ikkinchi xotin? Ya to'xta. Qara, menda variant bo'lyapti. Ikkinchi xotinga uylanishmi? Ikkinchi xotinga uylanasan yoki ko'zing ko'r bo'lib qoladi. Ikkinchi xotinga uylanmasam ko'z ko'r bo'lib qoladi. Men borman-ku yoningizda. Sen birinchisan. Xo'p, nima keragi bor ikkinchi xotin? Ko'zingiz ko'r bo'lib qolib, sen menga qaraysan, baribir xotinsiz nima bo'ladi? Men voy, bor-e. Voy. Aniga uylanmasam, действительно ko'r bo'lib qoladi. U shart part emas. Ikkinchi uylanmasam.